Mening yangi videomga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videomiz Funtime serveridan noldan kuchayish videosi bu. Men sizlarga oldingi videomda bu haqida aytib o'tgandim. Albatta videoni boshlashimdan oldin videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish eslaridan chiqmasin. Qanunda biz boshladik. Xo'sh, birinchi o'rinda biz o'zimiz uchun bir kishilik va onlaynni kamroq bo'lgan narxga tanlab olishimiz kerak. Xo'sh. Eng kami 106 ekan. Lekin mashinaga kirishni sizlarga ham tavsiya qilaman, chunki boshida kirganlar uchun shunaqa qizili borlarda eventlarni lut qilish osonroq bo'ladi. Kirishimiz bilan tekin kesda olamiz. Rekomendatsiya orqali. Xo'sh. 1 minut kerak ekan birinchi. Xo'sh, shunda avtomayinga borib turamiz. Aytga ham bor nima bo'lishi mumkin. Mifический ekan. Lekin hech bola yo'q, hamma yoq supurib ketishgan ekan. Tosh ham yo'q. Bola to'g'risi bu kirkalarni memekka qo'yib qo'yganim yo'q. Shunchaki sanf ochib qarasam shular turibdi. Xo'sh, buldozerlisi bor ekan. Yana buldozer. Plus 3 ta buldozerli kirka. Xo'sh, narxini ko'rib olamiz hozir. Instrumentlar. Buldozer. 152 ga qo'yib yuborsak bo'lar ekan. Putim bo'lganda mo'la bir-biriga qo'shib ko'rardim. Opit to'playlik. Ikkita kirkani taqib sotamiz. Xo'sh. Bitta ruda ham yo'q. Yo'q, to'lib ketishgan ekan. Mayli, endi tekin kesib olamiz. Xo'sh, ana oldi. Yo. Снежок саморусский. Qo'shilib yotar ekan. Bittasi 700 ga o'tirar ekan. Juda ham xalyab narsa ekan. 2 million o'zi qo'yib yubordim uni ham. Endi sotib olishar, balkim yo'q. Kirkalar solib qo'yaylik. Endi kutamiz. Sotib olsa yaxshi bo'lardi, tezroq sotib olsa. Ichimga buldozerlik kirkish kerak emas shekilli. Bo'lib ketgan o'zimiz ishlataveramiz ekan, lekin buni sotamiz. Bundan keyin yaxta shaxtada qolishga qaror qildim, chunki bu yerdan boshqa joyda bunchalik ko'p pul topib bo'lmasdi. Shundan keyin yarim soat vaqtim yaxta shaxtada o'tib ketdi. To'g'risi, men bu videoni timim bilan olmoqchi edim, lekin timim ham kirmadi, chunki men juda ham ertalab olayotgandim bu videoni. Ko'rib turganlaringdek, men shu yaxta shaxtada ancha qolib ketdim.
Snejok Zamorovskiyni ham qaytadan qo'ydim. Keyin uni ham sotib olishdi 600 gadan. O'zimga kilka qidirdim, lekin duchar kilka topilmagandan keyin kitoblarni ham qarab ko'rdim, lekin ularni ham narxi juda ham osmonda edi. Undan keyin kilkani o'zim qilishga qaror qildim, lekin unchalik omadli bo'lmadi, chunki spamdagi sehrlash stoli maksimal level emas edi. Menga bor yo'g'i udachani birinchi level tushdi, lekin nachora. Bu yog'ini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mashta bizda serverda otib olishdi, keyin nima bo'lganini bilmashimga ham yo'q edi, lekin keyin bilib qoldim. Shunchaki перезагрузка bo'lyapti ekan. Ozgina kutib turdim, keyin biroz parkurda sakradik. Undan keyin server ochilgandan keyin yana serverga qaytib kirib ketdim. Mana shunda qarasam, server ochilgan ekan, kirsam, legendariy shaxta ham paydo bo'lgan ekan. Tezlikda qo'lga oldim. Menda 2 kirkada udacha bir sehr bo'lishiga qaramasdan men bu yerdan 2 stakdan ko'proq olmos bilan va 2 dona drevniy oblomka bilan chiqib ketdim, chunki drevniy oblomka, ya'ni Nizrit oblomkasi faqatgina shu legendariy shaxtada paydo bo'lardi. Event paydo bo'lgan ekan. Men shu eventga borish uchun klandagi pullarimni qo'yib qo'ymoqchi edim klanga. Shuning uchun klan yaratib, uni kuchaytirib, zile sotib olib borganimcha event tugab bo'libdi. Juda ham kech qoldim, afsus. Mening miyamga zo'r ideya keldi deb o'ylagandim, lekin men juda ham ahmoq ekanman. Olmos va oltindan bunaqa opit yasab sotmoqchi edim, lekin yasab qo'yganimdan keyin ham bundan sotib olishmadi. Shundan keyin videoni tugatishga to'g'ri keldi. Nimaga desam, bolalar, hech qanaqa qiziq narsa bo'lmayapti. Bu yerda faqatgina avtoshahdan qo'llash men jonimga tegdi. Agar teammateim bilan bo'lganda biroz qiziqroq va videoni uzunroq qilishga harakat qilgan bo'lardim.
Hammaga xayr bolalar, sog' va salomat bo'ling.